Так, assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh do'stlar. Men bilmayman, efirga chiqarga o'ylayman endi. Efirga chiqaymikan deb o'ylayman. No, menda tege vaqt bo'lmay, iloji bo'lmay chiqolmay turdim men. Boshqatgan. No, efirni da tege tashlab qo'yirga men tilamagan edim. No, iloji yo'qdan tashlarga faqat to'g'ri keldi bit endi. Azgina-azginadan yozib turdim bit endi sizga. Shu kerakli narsalarni gapirib turdim. Novosti bo'yicha men durustini aytsam bir narsa qaraganim yo'q, qo'lim tegmadi. Shularga hozir o'ylanib mana более-менее mana kecha men bunda kelib tushdim. Kecha более-менее tege o'zimga keldim, bugun o'zimga keldim, mana hozir yozyapman endi. Bilmayman, короче, efirga chiqarga kerak. Endi menga tege yoqqan kishilar butunisi aytadi, efirga chiqarga kerak deb. Efirni tashlading deya qo'yasan, to'da shulay. Shularga mana o'ylanib o'tiram. Hozir mana da TikTok bilan YouTube'ga kiritdim. No, qarab o'zingizda aytarsiz, efir qilargami, qilmasgami? Chunki bek ko'p boshimdan narsalar o'tdi. Ushlarim ketdi. Mana aptimni ham ko'rasizlar bit endi yobig'i bitdim bilan. 3 oy mana грубо говоря 25lari где-то 3 oy bo'lar. Mana 3 oy bo'ldi desa-da bo'lar endi 20si bugun. 3 oy umr o'tdi. Men 3 oy umrni har vaqt maktabda 3 oy kanikulim o'tdi deb hisob olar edim. Men uchun bu tege o'quvni bitdan yaratmaymiz bit endi. Qayg'u vaqtlari men uchun. Bu da shulay o'tib bitdi. 3 oyni men как будто kanikulda o'tkazgan kabi bo'ldim. Og'zini tishim bilan. 3 oy vaqt o'tdi. Men o'yladimki 30 yil umrim o'tib ketgandek bo'ldi menga. Tuyuldi shulay. Просто не поверите. Bek og'ir biladi, og'ir. Eslasam kimnigina ko'rmadim, kimgina uchramadi. Просто тяжело, наверное, будет рассказывать мне это все. Ладно.